Xohlasa aka, mana mana haligi aytgan nimamizdan biri montaj qilib ketdi aka. Xudo xohlasa keyin отделкалар tutgandan keyin kerakli joyga o'zini svetlari bo'ladi. Uning ichida relista bu aka. Uning ichida shu lampochkasi u yoqdan bu yoqqa surilib yuboradi. Xohlagan joyingizga uстановка qilib, surib, o'rnatib, siljitib, o'zingizga moslab yuborasiz aka bu nimasida. Relista ichida yuboradi. Xohlasangiz galagen yuradi, xohlasangiz o'zini hani eski Drino'ga o'xshagan lampochkalari bor aka. Unaqa emas, zamonaviy aka. Xohlasangiz shunaqasi qo'yiladi, har xil variantda ishlanaveradi aka. Xudo xohlasa bu yoqdan tushgan, pastga tushgan to'liq. Bu yoqdan svet berib turadi, teshigidan bu tomonga nur chiqaradi aka. Xudo xohlasa bu yerlar bo'ldi. Endi bu devor. O'sha devorga ishlab qo'ysak, yanada chiroyliroq narsa aka. Xudo xohlasa bo'ldi bu yerdan aka.